أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من bu Allah Teala'daki وكذلك جعلناكم أمة وسطا degan Allah Teala'daki sözniki babudur bu dedim. Allah Teala şunu o'xshash. Ya'ni o'tgandiki silni hidoyat bilan alohida mushta xos qilgan. Men mushni o'xshagan yeni silni biz nima qildik? Ummatda vasat qildik. Ya'ni normal, adil bir ummatchi qildik degan Allah Teala'ningki mush so'zniki nimasidir? Babudir. Unda oğankin Allah Teala'daki bu ümmeten vasatan, yani adil, yani adil ümmet kıldık diyen nime o gep. Adil ümmet kıldık diyen gepninki manisi nime? Bu yerde biz nimin asası çok kalemiz. Biz hem de Kitab-ı İ'tisam bil kitabı ve sünnet diyen muş kitabı okatımız. Onda oğankin kitap ve sünnetke nime kılış, onuğa i'tisam kılış. Onu taz mustahkem, onu resmi esilip, onu bunca emel kılıp, şu bunca icra kılışındaki üzü çok toxtaldık. Onda var ki bu babdan o ayetteki ortası münasip, yani Kur'an o hadis'e esilişilen, emel kılgan mene kişiler kim? Yani müşün üstünden konuş toxtalınız bu ayette. Yani bununki izahatı mundak, Peygamber sallallahu deyin. Ve anda bilemezsin babdır ki, buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatinin buluşka lazım buluşkan. Yani cemaatninki üzüge bunu nima qilish çaplaşış. Yani cemaatninki etrafı uyuşuş, cemaat bilan nima qilish birga bo'lish degan mush narsaniki ustida nima qilamiz? To'xtalamiz. O cemaat kimdir? Ahli ilmdir. Bu cemaat kim? Ahli ilmi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzdeki bir qancha hadisniki üzüden nima qilganlar? Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam yüzü shunday nima qilgan? Onu çok buyurgan. Bir qancha hadisning üzüden. Shuniki qatorda men sizni meni 5 narsaga nima qilaman? Buyurayman deb. Uniki birsi mana sizni Alloh taolo mana sizniki mas'ul bo'lgan kishilarning gapini anglaydiganga va ularga bo'ysundiganga va Alloh yo'lida mene cihat kılağına, hicret kılağına, muşnuğa Allah nemi kıldı mene seni yetkizişke Allah seni muşnu kılış çok buyuruydu. Diyen ne var? Yedis çok var. Hem de ondan olandı ki eğer bir adamniki üzü cemaatten ayrılgan bolsa uçağınıza bir gayriş miktarı da cezmen bu adam üzündeki boyundaki İslam'dan ibaret olan bu boyun turağındaki üzünüm kadar o adam sevatkan buludu. Diyen Peygamber aleyhissalatu vesselam nimesi var? Yedisi çok var. Ondan olanken yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki size cemaatle lazım tutunlar. Çünkü cemaatle Allah'ın yardımı üyeye geliyor. Üyeye geçiyor Allah'ın rahmeti min üyeye geçiyor düşüyor. Diyen Peygamber sallallahu buyurgan yedisi çok var. Bu yerdeki cemaat kim? Bu yerdeki cemaat kim? Mene hazırken biz yaşavatkan yerdeki cemaatler mi? Ya konbaydı cemaat diyen gap, kollektif diyen gap. Yani bir qancha fikrning üzerine birlik kelgan nima gruppa degan gap bo'ldi. Hozirgidek mene musulmonlarning ichidan har bir kishining o'zi, har bir jamoat deb atilayotgan grup bo'lib, jamoat bo'lib, mene kollektiv bo'lib, har xil qismdagi bo'linishdan iborat bo'lgan mush shakldagi jamoatmi? Yoki kim? Peygamber qanday buyurdu? Bu yerde deydi İmam Buxari rahmetullahi aleyh. Bu yerdeki cemaat degan kim? Ehli ilmi. Ehli ilmiden ibaret olan min muş kişiler şu dedi. Unda olanken bu yerde Peygamber sallallahu cihat kılışka ve cemaat nim kılıdı buyurdu. Şundak cemaat nim kılına lazım tutunlar diyen gapning o'zi ummatninki içide çıkan ehli ilmi deb atılıp atkan men muş kişilerge nima qilinglar? Uniki etrafida
uniki rasmi atrofida birlashib, unga nemisi ma'qul deb, uniki qarshi, uniki tarbiyachi turinglar. Shu kishilar bilan shu agishib, shu kishini rahbar qilib, menla degan nim bo'ladi, gap yo'q bo'ladi. Bu yerdagi jamoatniki o'zidan hargiz biz yashayotgan u jamoat yoki boshqa yerdagi u partiya, bu tashkilot deydigan bu narsa shu emas. Bu narsa shu emas. Nima uchun ahli ilmi deymiz? Ahli ilmi degan nima? Mana ahli ilmi degan gapning o'zi, ahlul ilmi degan gap, ahli degan balvaqchi degan gap bo'ladi o arabcha tilda. Ilmniki nimasi o? Ahli. Yani bir adamniki balvaqildir degan gap, ayoli o adamdan pushti tushgan balvaqilari va tuqqanlarning o'zini nima deydi uni? Beqvagan. Uning mansub bo'lgan kishiniki o'zini o adamniki ahlilari, balvaqilari, ahlilari qandoq deydigan shu nima gap? O gap. Unda olki bu yerdagi bir ma'noning o'zi shu adamga mansub bo'lgan, ham shunga loyiq bo'lgan nimalar olan kishilar degan shu gap bo'ladi. Unda olki ilm degan nima? Bu yerdagi ilmning o'zi asosan Qur'on hadisni asos qilayotgan, mana shuni bilgan, tushungan, o'qigan, shu ravurs bir olimning qishida deb qilgan, mana o'qib, rasmiy bir qonun uni rasmiy ta'lim olgan. Shuningla birlikda bu odam o'qigandan keyin uni rasmiy amal qilib, mana shu bo'yicha o'zligi, e'tiqodiy, axloqi va undan boshqa saviyasini o'zi rasmiy bilan uni ko'tarib, shuningla birlikda xalq o'rtasida bu ilmga loyiq bo'lgan odamga deb nima elish, unga namcho elish. Shunda Qur'on hadisning o'zini, mana ma'nosini, tarjimasini va uni selishtirishdan iborat bo'lgan mushtaq naskerakning o'zini nima qilish, uni tushunish. Tushunib, shu bo'yicha millatniki mushtaq ahvoli bo'lgan bo'lsa, uniki dadiga darmon bo'lib, uniki savol javob yoki bir narsa kerak bo'lib qolgan bo'lsa, fatvo olib, uni rasmiy Qur'oni Karim, hadis Rasululloh bo'yicha, islom dinimiz ko'rsatgan bo'yicha, ash bo'yicha men fatvo berib, uni qarab, uni qarab, ma'ni qilin deyalaydigan mushtaq kishilarning o'zining bo'ladi, o ahli ilmi ko'p bo'ladi. Bu nima ahli ilmi? Ya'ni Qur'oni Karim, hadis Rasulullah'niki ilmisiga loyiq bo'lgan nimalar kishilar degan gap hamdi. Bu yerda ahli ilmi degan gapning o'zi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonining o'zida oldinma qachon bu cho'q taxassus qilib, ashta ism cho'q qo'yilgan. Ya'ni demak, ahli ilminiki o'zi islom dinimizda rasmiy o'qib bu odam mutaxassis bo'lgan, rasmiy olim, ulamo bo'lgan. Mana u rasmiy uni mundaq tarjima qilish emas, rasmiy uni bilib, tushunib, uni tadqiq qila oladigan, mana bir masala yuz bersa, uniki ustida javob bera oladigan, buniki o'zi rasmiy o'zi amal qila oladigan, taqvo, muttaqi, xalq o'rtasida rasmiy e'tibor ilingan nimalar ular kishilar. Bu nima kishilar? Buni deymiz, uni ahli ilmi deymiz. Buniki yana bir atalg'uchi olim, ulamo deb nim qiladi, atildi. Endi islom dinimizda asli bundoq bir diniy kishilarning o'zini bundoq bir ataydigan bir nima yo'q. Masalan, din odamlari bu deydigan nima yo'q. Nimishqa deganda, chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonida mana hamma odam nimati o'xshashdi. Shuningdek, islom dinimizdagi barliq ta'limotlarda mayli u o'qigan odam bo'lsin yoki o'qimagan odam bo'lsin, u odamning o'zi musulmonlar bo'lgan bo'lsa, u odamning gadiniga islom dinimizdagi ta'limotini o'ziniki qilish bilan birlikda uni nima qilish, unga yetkazish. Uni nima qilish? Yetkazish. Nehi munkar, nehi amr bil ma'ruf, nehi anil munkardan iborat bo'lgan bu vazifaning o'zini qilish. Unda lekin bu Yahudi Hristiyanlıkidek, din adamlarınki üzüdekidek, unda kahin, rahib, aham deydigan. Meni Hristiyan dinikidek, bu dini adamlarınki mertebesinin üzü, yeni birimiz pop, undaq deydigan, undaq bir taxassus İslam dinimiz yok. Din adamları deydigan iş yok İslam dinimizde. Hemisi nime okşaş. Lekin, hem de bir dini ilimlik üzere, Kur'an üzere okup, ondan mutaxassis olan işlik üzere, onun denizine ilimle layık olan kişiler. Dep müştahını kılımız, onu atayımız. Böyle Hristiyan, Yahudinin karşısak,
O çağımızda bununki özü resmi dini taraftan atalgan alimlerin özünü her xil şekilde nima qildilar? Mertebe muştaq nima qildiğini da ataydı. Lekin İslam dinimizde unda bir atalgıçı yok. Hem shuningdek ularninki mo ularga o'xshagan har bir martaba kelgan vaqtida bir xil qiyofat, bir xil ish, bir xil harakatni simvolni qiladigan unda bir ish İslam dinimizda yo'q. Hammasi nima o'xshash. Payg'ambar alayhissalom o'ziniki sahobalarniki orasida tursa, men sirti kelgan yahud nimaniki arabiylarning o'zi Muhammad degan kim deb uniki kim ekanligini qilolmaydi, uqamaydi. Aranızdaki Muhammed degan kim? Bu Muhammed'de ben bana gapni so'rayman. So'ramı sualım batı deydi. Degandikin, yani Muhammed Aleyhisselam o'zi qanday bo'lgan bo'lsa, uni ergashgan sahobalar qanday bo'lgan bo'lsa, uniki u zotniki kiyim kechak va yurishtirishganmiz o'xshashdi. Hergiz men mandaq deb alayda hozir kunimizda mana bu Hristiyan va Yahudilarniki olimlari kerak, uni ayrim bir shakl, ayrim bir kiyim, ayrim bir muştaq simbol şekilde aşıdak bir karakterlik, unda bir kim keçerlik keydiğen, alaydı imtiyani bolğan, kimdir olğan, onu her xil isim ataydıgan, unda bir nerço yok. Bunun çoğu yok. İslam dinime, hemmisine oxşaş. Lekin, endi keyingi devrinin özü de, bu işin özü azrak tesir kılıp, andikini her xil isim ataydıgan çoğulup gitti. Mesela, bizdeki raylarımızda, dini alimlik nimsizlik üzerinden mesela töven kelimesini deyimiz ona karim, hafiz, mahsum, talip dep başlanım kıldı, atıldı. Onun dikin mahsum deyimiz, onun dikin halpitim deyimiz, onun dikin damallam deyimiz, karacım deyimiz, onun dikin mevlevi deyimiz. Benim mevlevi damallam degan gapning o'zi meni damallam deb atalgan bo'lsa, o'chanda Qashqa ilm 2 Buxoro deb atalgan Qashqada o'qib kelgan ashtaq olim ulamolarimiz damallam degan bu odat var. Ha undan Hindiston u yerda o'qib kelganlar bo'lgan bo'lsa, uni mevlevi deb ataydigan ashtaq bir nima var, taxassuschi bor. Shuningdek islom dunyosida men diniy olimlarning o'zi shayx deb nim qildi ataydi. Shayx degan lug'at ma'nosi qirib yoshib qolgan odam, mo'tabar odam degan gap. Uningdan o'ta andikin olim, ulamo, alloma deb nim qildi, uni da ataydi. Shuningdek uningdan boshqani qori. Qori deb ataydi, qorining o'quvchi degan gap. O'quvchi degan gap shu davrning o'zida Qur'oni Karimniki o'zini obdan bilgan, men Qur'oni Karimniki qiroat nimasi 7 yoki 8 turlik o'qiydigan nima qiroat shakli bor. Meni mushli o'qiy oladigan, ammo uni o'qitgan odamning o'zini deydi muqri. Shu deydi. Qur'oni Karimni yodagan odamning deydi arabchada hafiz. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdiki ana shu 7 shunda yod olgan. Sudak yad bilgan bir qancha ming, bir qancha 100 ming, ashta Hindistonda bir qancha tom kitoblarni bilgan odamlarning o'zini nima deydi uni hafiz. Masalan, Fathul Barininki musannif bo'lgan Ibn Hajar rahmatullohi alayhi hafiz deydi. Shuningdek Imom Hakim, Bayhaqi deganida ash olimlarning o'zini hafiz deb ataydi, bu hafiz ekan. Endi Qur'oni Karimni o'zadi yod etib bo'ladi, uning hech qanday yo'q, alamni o'xshashlar. Onu da başka peygamber Aleyhisselam neyse yadağalı nimo hafiz depnim kıldı onuğa ataydı. Onu dikin imam, muezzin, hatip deydiğen, kazi, mufti deydiğen iştah nimeler var, isimler çok var. Hem de bu isimlerin yüzü şundak bolsun, yüzünü kavatkan, emine karab atalgan isim. Lekin onu resmi bir şeklinin üzerinde onu da ayrım qarılıp, o Hristiyan, Yahudilerindeki dinindeki onunki dini tarafında boğan alimni, manın mertebesi mayak özse mesela Yahudilemiş şu. Onu bir qancha imkandaki onu xaxam bol deydi, onu bilasi ol deydi, onu bu deydi, en yukarı şundak oldu deydi. Ma Hristiyan dünyasıdır mı? Hristiyan dinin itiqat qılgan için şundak. Mene onunki yukarısı deydi, onu pop deydi o, bizim Uygurca'da. Mesela onun tilida her xil aştaq Arapçadan saqafe, asak deydi o. Onu başka her xil nimeler var, isimler çok var. Muşta ataydı hem onunki kivatkan kimin, hem onunki mertebesi çok, aştaq çok var. Lekin İslam dinimizde undakça iş çok yok. Unda iş çok yok.
İslam dinimizde fakat ehl ilm deyotgan, ehl ilm bo'lgandiki Qur'on hadisniki o'zini hozir deganimizda ashtachu bo'lgan. Mushtak kishilarning o'zini bo'lsa ehl ilm bo'ldi, ya'ni ulama, nima olim, allomachi bo'lgan gap. Endi yilqi ulamalarning deyishcha, mana bu diniy olimlarning o'zi 3 xil deb ashta nima qildi ekan, uni qaraydi ekan. Birisi bu millat olimi, yin birisi davlat olimi, yin birisi ummat olimi deb. Davlat olimi degan gap, ya'ni davlatning o'zi qanday siyosat qo'llanib, qanday bir ish harakatda bo'lsa, bu odamning o'zi Qur'onni asos qilib shu yerda bir yerda tepib yurib, shuni qarta, uni hukmchi tepib berdigan. Ha, bo'ludi deb, qilsam bo'ludi deb bergan ashta nimalar bular? Faqat davlatning manfaatini ko'zlab qilgan ishlar. Yin birisi anidikin bu nima o? Ummat nimasi olimi. Ummat olimi degan gapning o'zi, ya'ni xalq nimasi o olimi. Xalq qanday bo'lgan bo'lsa, xalqniki ong'i qarab, tushunchasi qarab, shuni qarab andikin, amanda bo'lsa, har shunday deb, shunday qilib bergan, bunda bir olimlar ko'p bor. Yin birisi anadiki millat olimi. Millat degan gap nima? Rasmiy islomniki, dinniki olimi degan gap bo'ladi. Dinniki olim bo'lib, Qur'on hadisi qanday degan bo'lsa, o'changizda bu odamning o'zi shu bo'yicha Alloh rizoligi uchun aynan to'g'riniki o'zini qiladi, o mana shu bo'yicha hukmchi qiladi, shu bo'yicha amal qiladi, shu bo'yicha deydi. Mana bu millat olim bo'lgan bo'ladi, olimchi bo'ladi. Bu rasmin men islomga loyiq bo'lgan payg'ambar alayhisalom zamonidagi men ahli ilm deyotgan ashabning o'zi shudi ahli ilm degan. Sahabiniki ichidagi har mo'tabar olim Abu Bakr, Umar, Osman, Ali roziyallohu taolo anhu deb men ash katta shu chog'da yeshi cho'ngroq ham katta nimovati olimlar cho'patdi. Shuni nima deydi uni? Ahli ilm deydi. Ashudaq bo'lgan kishilarning o'zi mana ish qilgan narsa faqat Alloh Qur'onda nima dedi, payg'ambar nima shu bo'yicha qilgan u Paşa nima deydi, davlat nima deydi, xalq emas. Qur'on aynan hadis nim bo'lgan bo'lsa, islom dinini shuni qilgan yetkazgan olimlar, buni nima o? Bularning o'zi meni millat olim bo'lib, ya'ni islom dinining nimasi bu olimidan iborat bo'lgan nima bu olimlar. Unda o'lkin bu yerdagi ahli ilminiki o'zi bu yerda faqat Qur'on hadisi rasmiy bilgan, tushungan, Qur'onni yodi bilgan, Arabchani biz Uyg'urlarniki ichidagi Arabcha tilni rasmiy o'qigan, bilgan va bir qancha umr sarflab bir ustozning oldida o'qib, rasmiy u ma'lumot qilib, uningdan rasmiy tekshiradigan, uni tushuna oladigan, uni tadqiq qiladigan mahoratga u odam yetgan bo'lsa, shunda xalq o'rtasidagi o'zida rasmiy e'tibor qilib, ma odam, men yaxshi odam, o'lma odam deb nom olgan bo'lsa, u chog'da amaliyotda shunday loyiq shunday bo'lgan gap. Men mushtaqchi bo'lsa, andiki nima bo'ladi biz uni ahli ilmi deymiz. Unda bo'ldiki bu yerdagi jamoatniki o'zi payg'ambar jamoatga agishkinim qilgan buyurgan. Payg'ambar kim bo'ladi? Men musulmon, men mu'min deyotgan kishilarniki o'zini jamoatlashish kerak, to'plashish kerak, birlashish kerak. Birlashib jamiyat degan gap, jamoatga jamiyatdan chiqib, jamiyatga to'plandi degan gap. Bir yer keldi, ittifoq keldi, uyushdi, bo'ldi degan shu ma'noda bo'ldi. Unda o'g'andikin bu yerdagi jamoat shu o'g'andikin hozir deganimizda o'qil jamoat emas, ya'ni ahli ilmini asos qilgan bir to'plum, bir kollektiv to'plumchi bor. Shuni nima dedi payg'ambar o'qadi hadisimizda. Buni qarta nima dedi? Shuni agishinglar dedi. Ham bu qatorda, ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo nima degan? Men bir qancha oyatda buni uchun ishorat qilgan, ham oldingi darsimizda bu mazmun uchun o'tib ketgan. Unda o'g'andikin bu yerdagi demak yo'g'ini Imom Buxoriyning va kazalika ja'alnakum ummatan vasatan degani biz sizni mana odil bir ummat qildik degani, ya'ni nima qildik? Odil bir ummat bo'lish uchun, ya'ni to'g'ri, haqni so'zlaydigan men mushta bir ummat bo'ldik degan ummatning ichida kim bor? Uning ichida fosiq va, nachir va, solih va, muttaqis va, nima men ahli ilmisi va, men nachir va, munofiqlar va. Unda o'g'anki bu yerdagi ummatniki ichidagi, millatniki ichidagi, xalqning ichidagi asos ishni yetaklab qaysi qilgani kim? Uniga rahbarlik qilgan kishilar. Bu rahbarlik qilgan kishi kim? Ahli ilmi. Bu nima? Jamoat. Jamoat o'g'anki islom dinimizni simbol qilib ko'rsatgan shu bo'yicha men Allohniki amr bo'yicha amal qilib,
Muhammed Aleyhisselam'nınki varisi olup başta emel kıvatımen diyen yüzün emniyeti ve sözü arkalık bunu müştak qilib uni so'zlab qolgan bo'lgandan keyin men bu e'tiborlan o'ziniki qanday ekanligini so'zlab va amaliyotda oshkorlagandan keyin bu nima bo'ladi Qur'on hadisimiz ayni adil bo'ldi ayni adil bo'lgandan keyin bu yerdagi adildan murod payg'ambar san nima dedi bu yerda jamoatga ergishinglar degandan keyin shu Qur'ondagi adil bo'lgan jamoatga u qavm mana bu ahli ilmidan iborat bo'lgan mush kishilarga shu bo'ladi unda bo'lgandan keyin biz mushnaga ergashsak biz hozirgi qo'ygan mush kitob bobdiki kitobi nima kitobul iyotsa biz bil kitob va sunna degan men mushu bo'yicha amal qilsak ahli ilmi rasmiy taqvo rasmiy Qur'on hadis deydigan hozirda buni manfaati emas ya'ni millat din olimlari bo'lgan ya'ni dinda kasbiy tarafda atagan islom dinning adami yo'q buni keyingi davrning o'zida xristian va yahudi dinlarining ta'siriga uchrab andiki dinga o'sh mushundaq dinni hokimiyatni arvatgan mushtak kishilarning tarafidan shundaq gapni ishlash orqali andiki ishlash orqali xalqniki engidimi mushu xato tushunishimizni to'g'ri qilib qo'ydik aslida ish yo'q islom dinimizda hech qanday vaqtimizda din hayotdan ayrılgan ya hokimiyatdan ya siyosatdan ya diplomatlik bütün shaxsiy ishdan ayrılgan bu boshqa ish yoki masjidda Allohning oldida orasida yoki banda bilan Allohning orasidagi bir ish emas. Bu nima emas? Bu Alloh taolaniki butkul koinot, butkul insoniyatniki borlig'iniki qanday ekanligini, mayli u shaxsiy ish bo'lsin, oila ish bo'lsin, mayli jamoat, kollektiv yoki davlat har qanday ishniki hammasi betaraf qilsin deydigan bir tuzum. Bu nizam. Unda o'zkin buning qarta anadikan Undaqalıkken biz muşnuğa ergeçken alimlerin üzü açtık biz ergeçsek men Kur'an bilen şu Peygamber sallallahu hadis ve ayet degandek kitap bilen sünnetke nimkan bolmayız resmi eslep u buncha amal qilib resmi o'zimizniki men amaliyatda izhor qilgan bo'lsak resmi uni amal qilgan bo'lsak men tushunib birlikka kelib bu nimkan bo'ladi Qur'on hadisga eslganlik bo'ldi bu ne bo'ladi eslganlik bo'ldi agar undaq qilmasak Qur'oni Karimdagi Alloh tavatgan silni biz ummati vasat qildik degan narsaga uçağımızda nima deydi Alloh taolo nima qilib deb qo'ydi silni biz shuni o'xshash qandaqki silni biz ash to'g'ri yo'lga ashta hidoyat qilib ashta qanday ham silnimi ina nima qildik yana undan boshqa ummat vasat qildik deb Alloh taolo biz mo'min musulmonlarning o'ziga minnat va ihson qilib bu gapni deydi nima deydi deganimizda siz mushtaq bo'ling degandan keyin bu ummat masad bulun degan gapning o'zi buni ifodalaydigan kishi kim ahli ilmi jamoat bo'lgandan keyin buni nima qilib unga ergishi degan nima bo'ladi gapchi bo'ladi Ebu Said Hudri radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi dedi Ebu Said dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keltirildi mana Nuh alayhissalomni qiyomat kunicha keltirildi Aşı sot meydanının üzerinde Nuh Aleyhisselam'ın üzerinde sotlaş için Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın bütün halkındaki oturuzdan aşağı yukarı ekilgan gibi. Ekip değildi onuğa. Yani değildi kim deydi o? Allah dışı deydi. Değildi onuğa hel bellagda deydi. Sen aya yetküzdün mü? Seni Allah Teala peygamber kıldı, risalet kılıp senin vazifen şu halkı yetküzüşte şu vazifenin üzerinde yetküzdün mü? Değildi. Hem de neymiş kadar değil bu Nuh Aleyhisselam gibi konuşsa çünkü Nuh Aleyhisselam benim 1000 yıl ömürki 950 yıl insanların yüzü davetçi kan. Keçimi küdüz ayrım bir sörünlükçü var. Aşkın tercüme, aşkın mezmunu aşkın hepsini karışsak aşkın çıkıdı. Keçimi kündüz mehbi aşkara o her kandak vaktinizi davetçi kan. Kıgan dekin Nuh Aleyhisselam'a şu 950 yıl davet kan jaryanıda arasında 80 netçe ya 100 netçe. Muşdaq adam, hatta ki özündeki bir qancha ballar qo'llar deydi. Bundan boshqa hech qanday bir adam iymonchi etqilchi unmagan. Bundan endi unda bo'lgan adam nima deydi? Ha, bu Nuh alayhisalom shundaq 950 yilga men ashundaq bir Alloh taolo umr bersa. Buni qarta bir yil bir adam bir nim qilamapti ya bu adam iymonchi etqizaman. Unda bo'lgan ha ash adamning o'zida ashu payg'ambarlikdan iborat bo'lgan vazifaning o'zini meni yetkazmagan o'xshamamdi deb qolgan gibi. Uning uchun Nuh alayhisalomdan tunchi qatim so'rilgan masala meni mushu. Degandan keyin
Deydi Nuh Aleyhisselam. Nam ya Rabbi. Hemen yetkizdim. 950 yıl. Biz 9 ay yoki 9 yil qilib qo'ysak, o'shaningizda ishimiz shundoq biz da'vat qildim, mumkinmidi nima deb ashundoq niqib ketamiz. Nuh alayhisalom unda qancha emas. Unda çok emas. Allohning buyrug'i deb Alloh shuna umr bergan kecha bir kunduz da'vat qilib qilsimi, ya'ni ashta insonlar o'zi iymon cho'q etqolmagan. Degandikin Nuh alayhisalom ne deydi? Ha ya Rabbi men yetkizdim deydi. Yetkizdim degandikin shu chog'ingizda so'rildi uning ummatidan. Nuh Aleyhisselam umudu soraydigan gap. So'ragandikin Nuh Aleyhisselam sizga yetkizdim-mi? Ya'ni men risolat qilib evatgan islom dinidan iborat bo'lgan, men mushu haqiqat dinning o'zi sizga yetkizdim-mi? deydi. Degandikin deydi ular. Endi bu az adam iymon etgan qolganlar hammasi turadigan gap. O'chanizda hamma azob bashada degandek shu in bir dunyo hammasi tirilib bashada turayotgan gap. Jonning o'zi rasmiy halqiga kelib Aşırı kandak başar kutulman dep uçağınızda aşta kılgan gibi. Kıgandikin andikin ne mi deydi ola? Vay Nuh Aleyhisselam biz yetkizmegen andak kılmagan deydi. Yani özür diyen neskerahning özüne hiç kanuncu koymagan gibi. Şunun bilen andiki deyildi. O da deydi ki ma ca'ana min naziri. Mene ip gelmedi bu Nuh bizge hiç kandak agah nurduğan bir nersi ip gelmedi. Ma imanı ki iman etenler, Allah'a ibadet kılanlar, men Allah'ı şirk keltirmenler, neymiş şu bu işi kılanlar, eğer kılmasan, seninki akıbetin a dünya vahatı nart ağır ahval kalp kalsan da bunda bir ahval için demegen deydiğen gibi bende. Bu resmi deydi onu. Aman şu deydiğen gibi. Hadi ma dünyanızda küçükran bir yer kork başı, mındak boğuşu uyardı kurtuluş için, men kımbuğa işin çok kalmayız, kımbuğa işin çok hemmişini çıkıp gitmez. Kımığa iş yok kanmaydı. Aşağı kutul memleket hep aşağı sakçının aldı ya bir nersin aldı da yakin gümrükün aldı da koylar. Ya bir nersin bir yer kaldı da aşağı şunu da hop gitmez. Uyardaki dünyanınki ehvalı diyen o dünyadaki acayip nime olan korkunçluk. Hem adam kıtbiyanlaş tuğan şu peygamberler devatkan şu peygamberler çünkü vehiyli devatkan en nesli hemmisi boğan dekin andikin ha iş şunda hop dedip nesmi körüp andikin ulunum kıllardikin her kıl sebeple kılar. Vay biz yetkizmedi. Biz anlamaptık. Nimiş ki demeydi o. Biz be adam iştimen de Kur'an-ı Kerim'deki. Ha peygambersem degende. Uçağımızda közüm jumlam ne deydiğin gibi. Goyamış dünyadaki tek müştahdısa öt getemem mu de bu kazzapla. Ondaki ne deydiğin gibi. Andikin Nuh Aleyhisselam'daki açtık aşu deydiğin gibi. Uçağımızda Nuh'un kandak kıldıysa yetkizmi deydiğin gibi. Digendikin andaki uçağınızda şu yetkizmi degende Kur'an-ı Kerim'de andikin tilin doğru söylemegendeki de tilinin hemmesini mühür vesip ondaki koluyla bütün yüzü şahit olup kalan neskerlerin yüzünün bulutu şahit olup söylediğin gibi. O yetkizdi hemen okudu kımı dediğin gibi. Bu yerden deydi andikin yok biz hiç kadar bir nes keltimi deydi. Digendikin deydi Allah Teala men şuduk deydi. Yetkizmi deydi ümmeti. Nuh Aleyhisselam ben nem kıldım ben yetkizdim deydi. Yetkizdim dep endi sot meydanı olgan diken, sot meydanında Allah sotlagan diken, sotniki nemi ama dünyanınki dep resmi iki taraf bolgan gap. İki taraf bolgan diken uçağınızda mena nem deydem de sen anı kısan sen guvaçın bağımı deyin. Yetkizdim meninki degan diken mena dava qa adamın nemisi oldu guvaç oldu. Guvaç olgan diken şu an deydi ki men şuhuduk. Hey Nuh seninki risaletin yetkizgaga guvalık verdiğin kişi kim oldu? Degendiki deydi Muhammed ve Muhammed'in ümmeti. Deydi. Degendikin şundan unda olsa Muhammed'in ümmeti kendip Allah Teala endi. Guva aşı, benim guvaçım var degendikin onu kandak kıldığındikin keltirdi silni. Silni şu keltirdi. Şu vakti keltirip uyan ne varsa guvalık çok bersilen. Nimi der? Oy bu Nuh Aleyhisselam resmi peygamber oldu. Peygamber oldu 950 yıl davet kılıp başta kıldı. Bunu iman et kılındı. Ara 80 netçe. Bir rivayeti 40 netçe araya. Bir kança men Adem. Men yüzün ballardan başka kemik çıkan Adem şunçilik. Ya 100 netçe muş etrafında. Unda olanken bunun degan gap mümin Müslümanlar ümmeti İslam'ı Muhammed'in ümmeti. Oy hoşta kıldı deb guvalık vergan ki.
Go'la qo'ygandikin, ondikin o'qidi payg'ambar alayhissalatu vassalam mana va kazalika ja'alnakum ummatan vasatan degan oyatni o'qidi. Men shu oyat ashni bildirdim. Biz sizlarni bir to'g'ri, ya'ni adil, mana adolat bo'ladigan, adolat qilgan, adil, to'g'ri ish qilgan bir ummat qildik. Nimishqa bunday qildinglar? Nimishqa bunday qilding ya Alloh desa, litakunu shuhada alan nas va yakunu rasulu alaykum shahidan. Mana sizlar qolgan insonlarga shohid bo'lish uchun biz sizni ummat vasat qildik deydi. Unda qolgan insonlar sizdan boshqa ummat bo'lgan Yahudi, Xristian va undan boshqa bo'lgan har bir ummatniki, har bir payg'ambar nimasi ummati bor. Shu ummatga men mushundaq nim bo'lsin, guvochi bo'lsin deb adil odamni nima qildi, adilchilik qildi dedi. Shunga islom dinimizda guvoh beradigan odamniki shartniki biri musulmon bo'lgandan boshqa rasmiy adolatchi bo'lishi kerak. Onun için kolay guvalıkçı yaraydı. Ondan ki bu ayetim şu çıkıyor. Mene bizdeki azalımımız ummet ve sen adil ummet olan diken bu katardan andiken bizde kalan ummet şehit kılışmış da kan boğan diken andiki peygamber kanda olan diken ve yakun Resulü aleyküm şehiden. Ondan olan ki silge peygamber olan Muhammed dersem sil guva oldu. Sile kalan ummetlerine bolsan guva şu bolsılar. Diyen Allah Teala müştahit dedi. Digendikin andikin Nuh Aleyhisselam'a aşısını Allah Teala vay Muhammed'in ki ümmet digendikin şu vaxtda andikin Allah'ın ekirip aşan guva kılıp andikin yetkizdi o seninki kene yetkizilgene sen inkar kılandikin depakşan nemi deyse deydigan gap. Onu çoğu nem kılgan gap, onu çoğu deydigan gap deydimdi. Hem de demek müşahidki ümmet vasatının üzeri Kur'an-ı Kerim'deki ümmet vasat kıldıktan gap bu nem degen gap ne azır degenimizde bu cemaat degan gap. Nima degan gap? Cemaat degan gap. Ya'ni bu ahli ilmi degan gap. Bu ahli ilmining o'zi adil bo'ladi. Ahli ilmi chunki Qur'onni biladi, tushunadi, amal qiladi. Amal qilgandiki shuni yetkazadi. Unda bu ahli ilmi bo'ladi, bu ummat vasat bo'ladi. Ummat vasat hammasi shu asosi shu bo'ladi. Unda bo'lganki mushu ummatniki asosi shakllanadigan jamoat bo'lgan ahli ilminiki iborat bo'lgan buniki jamoatiga, buniki birlikniki o'ziga rasmiy shu tarafda turib shu bo'yicha ergishishimiz çok kerak. Shu bo'yicha nima qilishimiz kerak? Ergishishimiz çok kerak. Agar ashundoq unuga ergashmay, rasmiy din, islomning olimi undoq bo'lmay, yoki davlat, yoki millat olimi bo'lib qolsak o'changizda, nima bo'ladi o'changizda? Mana oyatda degandek, ya Rabbana, hey bizning Rabbimiz, bizniki saodatimiz. Nima qildi? Biz bizniki cho'nglarimizga nima qilibmiz? Bo'ysunibmiz. Ular bizni nima qildi? Azduribdi. Ya Allah, ulağa patim defay. Ulağa Allah ulağa azap katlap şu besele. Dep işte dünyadan okudan gap. Men bu padişahın küzü qarab, devletin siyasi qarab, yoki o cemaatin ko'ngli olaman deb men mushtaq qildim emasmi? Dep andikin u dunyoning o'zida men mushun deb azrab bizning hamma yerimizni bağlandı hozir. Hamma davlatda islom deyotgan, shuningdek islomga zid bo'lgan, qarshi bo'lgan dushmanni shunda qo'ydi. Shuniki ana ashtaq nemisi va olim bor. Bu olimlar o'zi Qur'on hadisdan oyat tepib, ularniki deyotgan gapining o'zini xato siyosatning o'zini, xato qonun o'zini to'g'richu deb bergan gap. U to'g'ri misollar aytib, mana nima deydi u? Qur'onda mana nima deydi u? Vataz bilan jamiyat shu. Yani Jungo Müslümanlar degan yo'ldan beshidi bor. Nima degan gap o? Meni musulmon nima Allohning og'amsi bir o'g'linglar degan gap. Bir o'g'linglar degan deydimda, buyulmanglar degan gap. Ya'ni mushu kafir, men mushundaq bo'lsa-mu, bunlar ittifoqlashib, uniki amriga bo'lsa, mushtaq qilinglar deb oyat ekpagan gap. Ekpagandiki shular nima qiladigan ekan? Ma'qul unmabdi deb bizga nima uchun bo'ysunmaydi deb zulmni o'zi andikan mushu xato degan odam o'zi mushtaqchi qilgan gap. Nusratı şu. Babun. İzleştehedel amilu evil hakimu fe'ehte'e hilafe Resulillahi min gayri ilmin fehukmuhu merdudun. Bu bir battır. Kaçaniki tirissa bir
amil yoki bir hokim tirishib unidiki bu adam nim qilibdi adam xato qilibdi xato qilib shundan payg'ambar alayhissalatu vassalamga xilof bo'lgan holatda xato ishni qilibdi meni nima qilib bilmassin ashta qilib qolgan bo'lsa bundaq odamniki hukmi marduddir islom dinimiz nima qilamiz rad qilamiz mana shu hukm emas shu deymiz men mushun ustiga nimadir baptor deydi endi bu yerda qachoniki bir omil yin bir rivoyatning o'zida olim degan rivoyat shu bakin nusxa endi bu yerda omil degan har qanday bir ishniki beshi bo'lgan shu odam o'ziga xizmat qilayotgan mayli davlatning boshqasi olsun, davlat başkanı olsun, yoki ministr olsun, yoki idora başkanı olsun, ya jamiyat başkanı olsun, yoki bir yaniki nimasi ekan, qo'mondon binasi ekan, islom hokimiyatining. Mana mushundaq bo'lgan bo'lsa, bu odam o'zi nima qilibdi odam? Mana men bir yerda voqea yuz bergan bo'lsa, buni tirishibdi. Buni tirish orqali qandoqdi buni hal qilaman debdi. Yoki hokim deganim gap sotchi. Sotninki o'zi ashta da'vogarni o'tirsa, hukm qilib ashta qilib bu odamga tirishman bir taraf qilsam bo'ldi deb ashta shu qilibdi. Qilgandan keyin bu odam shundoq qismi. Lekin u odam hukmniki o'zida qandoq qildi odam? Mana hukm qilishda rasmiy tirishibdi. Ani to'g'ri bir taraf qilishda u odam mas'ul bo'lgan kishilar o'zining qildi, unga rasmiy tirishib ijtihod qilibdi. Bu ijtihod qilibdi degan gap nima gap? Mujtahid olimlar. Şu an bizim İslam dinimiz aviyatı dediğimizde mana bu yine ölümaların o'rtasida yine muhaddis olimlar, fiqh olimlar, mana mujtahidlar deydigan ashta atalg'ular cho'pa. Anidikin mana u nimalar muhaddis, mufassir, fiqh, ulama deydigan nima. Buniki qatorda eng yuqori darajada turgan nima mujtahid. Mujtahid degan olimlarning o'zi shunday yuqori darajada. Çünkü mujtahid degan gapni ijtihod tirishdi degan gap. Yani bu adam aşıldak dini taraftan aşıldak bir mümin musulmonlarniki shaxsiy va kollektiv jamoat shaklidagi davlatning aşıldak masalasi olgan bo'lsa, buni qarta bir ish yuzlagan bo'lsa, bu adam hem o adamniki o'zi bir qancha shu ilmni o'qigan, hem salohiyati va hem layoqati va hem u nima taqvo muttaqi, hem uni tushundira oladi, tushungan bilish emas, tushunishda qila oladi. Qilgandiki bu to'g'rida rasmiy u adam barliq kuchini, ilmiy kuchini, tadqiqot kuchini hammasini ishga solgan gap. Mana bu darajada bizim dinimizga eng yuqori darajaning o'zi mujtahid. Uningdagi muhaddis. Endi mujtahid degan gap shu hadis Qur'onning o'zini muhaddisga jiqpagan hadisini va Qur'onni selishtirib oldik bu yerda hukmchi chiqargan gap. Buniki eng yuqori nima? Mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq degani, ya'ni bu bir mezhep imamlardan biri olgan ya selefler zamanı üyesi olgan onu nima qilmaydigan unuga ergishmay o'zi mustaqil shu salat egib qolgan nimalar olimlar. Bu mesela İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'tek mana onun da başka Ebu nima İbn Uyayna, Ebu Sufyan nima İbn nima deydigan ashta nimalar var? Sufyan ibn Uyayna deydigan olimlarimiz var. Onun başka alimlar. Bu nima? Muahid nima bu? Mutlaq. Yani bu mujtahid mutlaq deb u hech qanday bir olimniki nimasi uchun bo'lmaydi. O'zi mustaqil olim, o'lma bo'lgan Alloh taolo uni taqvolik va ham uning salohiyati va bu orqali uni qildi. Eng birisi mujtahid nima? Muqayyat. Mujtahid muqayyat degan shu yuqoridagi imomlar o'ttirib qo'ygan osh masalalarning o'zini shuniki usuli, shuniki prinsip bo'yicha andiki bu odam o'zi shuni qarta yangi bir masala bo'lgan bo'lsa, buni qarta andin bu nima deydi uni ijtihod qilgan gap. Ijtihod qilib shu mazhab qo'yib bergan, imomning mazhabniki 5 bo'lgan, imom qo'yib bergan usul bo'yicha andiki tadqiq qilib, u masalani shu hal qilgan, shu ba'zi andaqli mandaqli deydigan nima u mujtahid muqayyat bo'ladi. Masalan, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf deganidek unidiki her davrimizda ashta olim chiqqan bo'lsa, shu masalani ta'sirida shu keyingi davrimizda Şafii mazhabti deydi, Hanifi mazhabti deydi, Hanifi mazhabti degan gapni o'zi shu mana mushundan nima u iborat. Mushundan qilgan ish va atalgan shu. Ya'ni ijtihod qildi degan gap u darajada bo'lmasa, lekin rasmiy bu odam izlanib, tadqiq qilib, o'ylab, tafakkur qilib, aqliy emgak qilish orqali mushtaqil qilibdi. O'zi ahli ilm bo'lgan ekan. Shundan qanday qilib ekan? Qilmoqchi bo'lgan ishi hukmni o'zida.
u adam o'zi hedisi bo'lmagan asosda, hedisga o'xshamagan holatda xato ketib ketdi. Xato ketishning o'zida bilmasdan, ya'ni johil, uqmabdi. Uqmayman tirishibdi, uqmamışda xato ketib kelgan bo'lsa, o'sha uqtirgan bo'lsa, o'shaningizda xatoning eng cho'ng'ida dindan chiqilgan. Agar halol deb nimqon bo'lsa, bu durust, nimishdi mening ishim deyilgan bo'lsa, dindan chiqadi. Ama bu adam bilmezsin müştakkan bolsa uçağınızda bununki hükmünü deymeyen hata ketdi. Bunun hükmü özenge layık bu dinin hükmü emas. Dep onun için red kıvatımız. Deydi. Onun hükmünü red kıvatkan diken o adam özü hiç bomnek tirişkan diken bunun onu gıdaçı bommaydı. Bana yüzün işiken şu deyimiz. Nimiş kadise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki men emile emelen leyse aleyhi emruna fehvareddun degan Peygamber sallallahu sözünü çektirdin. Peygamber sallallahu şuna degan. Bir adamiki bir işlik kan bolsa ki o işin üstüge bizdeki işimiz şu emas. Yani bizdeki işimiz olan Kur'an edi. Sünnet asasen iş olmagan bir işni bir adam kıptı. Kıgan bolsa uçağımızda bu adamın bu işini mi doğru merduttur dedi. Doğalken bu adamın özü şunda tresimi deki Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriatga zid işte iş qandiken bununla o adam hata ketgan diken bu adamning o'zi nima o uning hukmi rad qilinadi ama o buncha amalchi qilmaydi deb payg'ambar alayhisalom degan unda o'g'aniki mushun asosan bir olimning o'zi mushundaq hukm qilib mana ashta tirishib ashta qilib sunnatga loyiq ish qilmagan bo'lsa u chog'imizda buning bo'lgan bo'ladi uning hukmi mardud bo'lib mana Qur'on hadisga ihson degan esildi degan narsa shu bo'lmaydi. Uni o'qimaymiz, unaqa esilmaymiz. Jazman Abu Said al-Khudri va Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuma ispayan qiladi bu ishkaylan shu Said Musayyabga shuna debki jazman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men eberdi Bani Adil Ansariyniki qilinishini bir yerga zakat yig'ishga uni qildi, mas'ul evatibdi. Va ishlatdi Payg'ambar bu odamni Xaybarga vali qilib ishlatibdi. Xaybarniki mana yerimini, oliniki o'zi Payg'ambar mana shuni surgun qilmaydigan vaqtida uni kelishib yolvorib, "Ya Rasululloh, biz mushta ishlab bersak, sen chiqqan narsaki yerini sizga, yerimni o'zimizni qilsak" deganlikni hamma qildi. Shuni qildi. Alloh taolo ruxsat qilgan qadarda. Shu vaqtda uni nazorat qilgan u ishni Allohga ishniki o'ziga, mana uniki yerimni Allohga yig'ilgan molusoniki o'zini bir odamning qilib u yerga ishlatibdi. İşletkendan keyin hamma qildi bu odam berib anadan keyin keldi bu odam Xaybarga. Shundan ib keldi bu odam unidagi nimaning Xaybar qavminiki nima edi u Janib deydigan bir qavm bor ekan. Na yaxshiroq ekan. Udroq bir qavm ekan. Janib deb atilgan o'chanimizda hozir bormi yo'qmi? Masalan, ajva deymiz hozir. Sukkari deydi har xil deydi. Mana bizniki ana shaptilniki, uyruqniki, üzümniki har xil ism bo'ladi, masalan, olminiki. Shundak shu Janib nomli bir qavmini bu adam ekibdi. Ekegandan keyin unuga Payg'ambar sallam debdiki, "Akullu tamri Xaybara hakasa." Xaybarning qavmisining hammasi mushtahmo. Degan vaqtda dedi u odam, "Yo'q, qasamallohu ya Rasululloh, yo'q, unday emas." Qandalsa jazman mana debdi. Bu bunday yaxshi chiqmaydi debdi. Hammasi bunday emas. Chunki jazman biz setib olamiz biz bir soni ikki sonining barobarga jam edin. Yani jam edin nima? Toplangan arlash. Yaxshisin bor, dachirim bor, ayat toplanib, qavmini yig'ib deb undiki bir toplaydigan bir nima bor, dachar. Men mushu dachar qavmidan iborat bo'lgan qavmining o'zini ikki dona berimiz, ubdanning o'ziga, uniki ubdan qavmining o'ziga bir dona shu bir charakchi olaman. İkki soat berib ma'nodan, uningdan yengidan, ya'ni yaxshisi bir soat olamiz debdi. Mana shu opdi. Degandiki shunga Payg'ambar o adam dediki, shunga mushta debdi. Jami degan shu. Yani jami degan gap har xil qavmining o'zi nachar eshib qolgan, ashta qavmining o'zini deydi o'chanimizda nima deydi? Jam. Degandiki dedi Payg'ambar, "La tapalu, bunda ishni shu qilmanglar." Nima u riba? Nima u riba? Lekin mesela mislen bir mislen depti. Velikin sizler
qilinglikki uni setishda, ilm setim qilishning o'zida o'xshash setinglar. Qanday? Mayli u homil bo'lgandan keyin, mayli nachar bo'lamdi, ubdan bo'lamdi, eng oliy sot qilamdi, uniki bir chorigini bir chorakka, 1 kilosi 1 kiloga nima qilasiz, uni tegishtirsiz. Nima qilsiz? Ashta qilsiz. Yoki unda qilmasanglar, yoki setinglar mali. Siz jiqqan yoki nachar jam'i bo'lganni va setvelanglar buniki barobarga ma'noli setvelanglar. Buniki pulni qanchalik bo'lgan bo'lsa, andi yaxshisini elib mushtachuq qo'yinglar. Va shuni o'xshash mizonni shunday qilinglar. Endi buni choraklaydigan narsa ekan. Ammo jinglaydigan narsa kerakligini ashtaqchi qilinglar. Har qanday bilan jinsi bir ashtaq narsa bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda bug'doy, qo'noq, xoma, olma, nashput deganlar har bir jins, har bir turdagi mevaning o'zini qanday qilamiz? Uni jinglaydigan bo'lsak, mana maq olmaning o'zi, mas sottoq, sal madag'aroq, nacharroq. Unda o'g'an ekan, buniki o'zini ma'un 2 kilo bersam, anida 1 kilo ya 1,5 kilo bersam, mushta tegishtirib nima qilay deydigan ish bo'lsa, unda set bunda qolmas, bu durustchu emas. Mayli qanday binas kerak bo'lsa, bu durustchu bo'lmaydi. Bu durustchu bo'lmaydi. Chunki bu nima bo'ladi? Bu jin tarozining o'zida bu ma'un 1,5 kilo, ma 2 kilo ya 1 kilo verdigan gap, unidagi 1,5 kilo ya 1 kiloning o'zi bu yerda nima bo'lgan gap? U yerda ushq bo'lgan gap. Ushqniki o'zi nima degan gap? Riba degan gap, ushq degan gap bo'ldi. Ushqniki o'zi riba degan gap, ani qarshilik hech qanday bir narsa yo'q. Faqat sifatda o'xshamaganlikdan, sen ubda manda charab qol. Ammo uning ismi nima? O'xshash. Bu e'tiboran agar ashtaq qilgan bo'lsa, bu nima bo'ldi? Riba bo'ladi. Unda o'lki agar ashtaq qilgan kelsa, mal nacharni setib, uni qancha pulga yig'ib, uni pulga ani ubdan uchun e'lonlar. İşmiş muşo deb Peygamber Aleyhisselam muştaço dedi boyasa. Endi o adamning o'zi Peygamber Aleyhisselam'nınki nimasi oldu? Hakimi yani. Aşağı verip iş kıldıgan bir adamçı oldu yani. Amil. Nim oldu? Amil oldu. Amil olup o adamning o'zi qanday qildığını o'zining tushunchasiga asosan tirishib qildi demdi. Shunday qilib Peygamber Aleyhisselam'nınki asli Peygamber Aleyhisselam'nın yol nimeti aşo ribanın o'zi unda çok qilmas. Riba olib qolish. Unda olki bunu qarshi aytaqani. Anaga ikkili ma'noga birini erib, ikkili verib bunda qandiki bu to'g'ri olmadi. To'g'ri olmaganligi mushta hukm qildi, ammo buni o'zi gunohchi bo'lmaydi. Ammo bu mas'ul bu red. Red bo'lgani Peygamber bu so'z emas ekan. Undan qat'i yondiryapti. Bu shunda qilish orqali anda Qur'on sunish, esilish degan ishchi mushtachu kelgan gap deydi. Mushundaq bo'lsa ekan, Qur'on esga loyiq bo'lgan bo'lsa, o'shangizda rasmiy men islom dinimizdagi Qur'on va sunnatga agish degan ish çok kelgan gap. Agar u hukmniki o'zi, u buyurgan ishniki o'zi hech qanday vaqtimizda Qur'onniki yetishgan islom dinimizdagi o'ygu kelmayotgan, u nima martut. Uning bo'ladi martut oldu. Chunki Allohniki hukmi har qanday vaqtning o'zida her qandaq narsaning ustuvchi bo'ladi. Qolgan har qandaq mayli professor, doktor, har qandaq kuch davlat o'tkazsin, uniki hukmi uniki oldida e'tiborsiz. Nimishqa? Chunki o'ylab baqsaq bo'ladi. Chunki Alloh taolo butkul koinotni yaratdi. Yo'q yerdan barqib shunlar birlikda bizni shunday yaratib, hem shunda bizga bo'lgan barliq ehtiyojlik narsa nima nojiq bir debtoq tugat qilmaydigan. Unda valki buni Alloh taolo mushtaq bergan o'zida yeyotgan, ichayotgan, tinayotgan, foydalanayotgan bütün narsa Allohniki. Allohning mulki bo'lganligi bu odamning o'zi. Shunda Allohniki bütün narsaning ichida qandaq bir dengizning ichida turgandek bu insonning shunda manfaat oladi. Shunda manfaat elib amdi. Buni kelgan vaqtda bizniki aqliy va mantiq tarafdan shunda bir ish olgan bo'lsa, asli bu odamlarning o'zi Alloh nima degan bo'lsa, shu bo'yicha amal qilish kerak. Dunyo qonuni shu. Dunyoning qonuni bir odamga bir agar uni gapi unmay tortib qolsa, men qo'l ostidagi yoki askar yoki olmaydi, uyning oilasi bir kishi, qanday qildi ota-ona yoki mas'ul bo'lgan kishi, opir uni qo'lda menga bermayman, jiq deb aytadi. Uni qo'lda aytadi. Davlat uni qarshi chiqib, uni yelqin gapi unmay amma ma'lum desa, uni opir solab andikan mushtaqchi qilgan.
odatdagi bir ish. Unda o'nki butkul koinot, bu odamning o'zi yo'q, ya'ni barqib boshlab qo'ygan odamning o'ziga Allohning hukmi bo'lgan, islom shariati bo'lgan bu shariat hukm qilishning qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Bu yerda va ibodat faqat dinning o'zi, faqat masjidning ichida yoki mush azon yoki mush kiyim shaxsiy ish deb qo'ysa ma'qul deb xristian va yahudaning dinining ta'siridan biz unda deb qolsaqchi bo'lmaydi. Islom dinimiz unda emas. İslam dinimiz için unda emas. Babu ecrül hakimin İzeştehede fe asabe ev ahte. Ne bu? Hakimninki ecri verişninki, hakime ecri veriş. Yani hakimga, yani hüküm edenge savap buluşninki babudur. Kaçaniki tirsa o adam. Nemi tirişip da? Aşı çıkarmakçı olan hükümde. Kırıktan. Kandak ola bu Kur'an esinki yüzüge uygun mu? Nerede bağdı o? Nerede yoktu? Dep bu adam nokta onu da şu kanmakçı olan işin yüzü de bu adam tirişipti. Akli emgek yürgüzüptü. Yani ayet dediğimizde resmi mine tatkikipti, izlenipti. Apırtla azıp internet apırtla o yılki ayet yütkep ekipi bunda kanmaptı. Resmi muştaq kan bolsa, endi o adam, endi unda desek, onu kılmaydı, bolmaydı meşemet. Yani o adamniki özü, onu kan bolsa mı, yani resmi salayeti bir alim bolsa mı, onunki kanda iken ölümalarını gidip resmi ukaydap, onu resmi tekşirip, onu bununki razı şunda okup ketti, o kitabının gözü. Azı kolumuz kitap olmuşsa, internet karaysak, hemen es çıkıp ketti. Onda o ki bu katada andikin, Kur'an'da ne bilip bak, Peygamber ne bilgen, ölümalarını ne bilip, kalan ne bilgen deyip, bunda deş arıqıb bu adam anda təkşirgən bolsa, bu yaxşı. Amma onunki salayet yok. Ya dininin özü de, ya bir yıl, ya ki Arap dilini hö deydiğen bir gap bilmey turup, apırıp bunun üstünden hüküm çıkarışın üstü layık çok emas. Biz bunun gibi kılmayız. Mine, muştaq salayet o adamın özü muştaq qıptı. Qıqan deykin o adamga Allah Teala qandaq hırıdı. Qandaqki namaz okusak, qandaqki zakat, roza, haj qısak, Cihad kısak Allah Teala aş bizge maddi taraftan olan hareket karta savap bergendek, bu manevi hareketin ibaret olan, bu akli emgetin ibaret olan muşda kısmı Allah Teala bu adamın berdi, ecirçu berdi. Ecirnim kıldı, berdi. Onu dikin, tirissa ecir verdi, meylet. Onu dikin, o adamın kıptı, tirişip açta kıptı, kan dikin, o adam doğru işin tepti. Uçağımın ecir oldu. Yoki xato ishni qilib ketdi. Uni kimning bo'ldi? Ajr shu bo'ldi. Agar u odam tirishib, rasmiy ashtoqcha patat tadqiq qilib, tekshirib, ashtoq qilish orqali bu odam o'zi to'g'ri nima qilgan bo'lsa, uni qarta bunga 2 daraja ishkasichi savol bo'ldi. Agar u odam shunday qilib, unga shunday qismi, lekin xato qilib qolgan bo'lsa, unga nima emas, uniki ajr, uniki yerim bo'lgan. Agar u odam odamdek rasmiy tadqiq qilib ish qilib bo'ldi, lekin shunday qilmay, ba'zi bir tarafdan qilib qolib, shuning bilan ashta qilib qolgan bo'lsa, bunga meni ajr cho'p bo'ldi. Faqat tirish. Aqli emgak yurgizish. Buni qarta Allohning berdi savab berdi. Bunda islom dinimiz. Shuna dinde de İslam'da deb bir adamni tadqiq qilibdi, yezibdi, haq uqtirman debdi. Bu adamning o'ziga mushu dunyoning o'zida ashta savob bo'lganda o'lgandan keyin bunga Alloh ajr cho'p berdi. Bunda ishlamdi bizning. Muhammed İbrahim Haris'in rivoyatini Abi Qays Emret'in aslındaki Mevlası olan Abi Qays degan adamni rivoyat qilindi. Bu adam Amr ibn As radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shunda debki jazman bu Amr ibn As anladı Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Qachoniki hukm qilmoqchi bo'lsa, u hokim. Yani qachoniki hukm qilsa hokim degan gapning o'zi bu yerda hukm qilsa yuqoridagi pat tirsa debdi. Bu undaqcha emas, ko'rinishda topgan bilan. Yani bizim Uyg'urcha bir alayt tilning boyligi. Qachoniki bir hokim hukm qilmoqchi bo'lsa, hukm qilmoqchi bo'lsa, bir narsa qilibdi, men hukm qilay demoqchi bo'lsa, u odam shunga hukm qilay deb yurib, bu odam tirishibdi. Mana andiki nima deydi arabcha iroda qildi degan taqdir qildi. Ya'ni hukm qilmoqchi bo'lib, u odam nima qilibdi? Tirishibdi. Tirishib bu qandoqdi?
buniki mayit qanday Qur'on esi bormidi, o'lim olimimiz nima degan deb u kitobni bu kadar selishtirib boshlab ma'rifati bor ekan. Hem uniki salohiyati bor ekan, hem ahli ilm ekan, o'qib ekan, mana mushtaq qilib ekan, taqvo ekan, muttaqi ekan. Mana mushtaq qilib bu odam andikin u odam to'g'ri topgan bo'lsa, uningga 2 don ajr bor. Agar hukm qilib bu odam hukm qilmoqchi bo'lib, undan u odam tirishib andikin hukm qilmoqchi bo'lib tirishibdi. Undaki o adam o hükümün nefsine hata ketipten, kandak oldu hem de. Uçanda bu adamın üzerine bir danışo, hacir çok deydi. Hem de demek, bizimki İslam dinimizdeki ehli ilmi ve onun başka Kur'an hadis boyunca muşta emel kılıp hakkı yetkizmen, petva vermen, onu uqturmen de muşta kan bolsak, uçağımızda niyetimiz aş şekilde boğan bolsan, eğer doğru ketken bolsak, uçağın 2 acır olan gep, eğer hata ketken bolsak, yine tirişti de bu adam resmi nemi kırıp, onun karta acır çoğu, bir acır çoğu bezan gep. Mıntakam, meyli qazi olan, meyli mufti olan, meyli elmaqın olan, her kandan vaktiniz için şok. Doğru, fakat tirişin. Sizinki tutulgan yolunuz, ben azı kitap yazsam, bilip kitap aslında olan için, Ehl-i sünnet ve cemaat'nınki itiqad asasen bupsiz. Ehl-i sünnet cemaat'nı bunu okupsiz, düşünüpsiz, bilipsiz. Onu dikin andaki şu salat egi opsiz. Egi oğan vaxtında andaki müştah hüküm kıpsiz. Kan bulsun şuna olan gibi. Ama bunun undab salatımız yok. Ya okumapsiz, ya bilmeykensiz, ya beka kan bulsun, uçağınızda cahillikle kan bulsun, unime özünüz metruk hata iş çok kan bulsuz. Dedi, bu emretini as, hiç söz etmedim ben, mailisi Ebu Bekir'in emretini hazimiga. Diye adamga söz etmezsem, dedi o adam. Muşun olsa hiç bayan etmedim bana Ebu Selmet'in Abdurrahman, Ebu Hureyre'di. Dedi. Ve dedi Abdülaziz Muttalib, Abdullah'ın Ebu Bekir'den, bu adam Ebu Selmet Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kişinin müştahının kantı, ravayet çok kantı, dedi. Babul hücceti ala men kâle inne ehkâmen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kânet zahireten ve ma kâne yagîbu ba'duhum en meşahidin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve umuru İslami deydi. Bu bir babdır. Yani bu hüccet paketindeki babıdır. Kim gelse anda bir kişinin zerriki dedi o aceden cezmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehkamı boğan idi, nime? Zahir olan idi. Nime diyor? Zahir çok boğan idi. Deydan açtaq bir nime var, kişiler var. Şu kişilerinin berimiz hazır reddiyatçı berimiz. Yani ne diyen ki? Peygamber sallallahu ehkamının yüzü zahir oldu diyen ki. Yani Peygamber sallallahu çıkargan, yetkizgen, açtaq yedisindeki hemmisi, hükümün hemmisi, bu hem insan bildiğin, o bilmeptimen, bu bilmeptimen deydiğin işçi yoktu. Hemmisini kıldı, bildi. Bilgendikin şu an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da kelgen bunda bir hadis yoki hükümün o'zi mana bir odam ya 2 odam qog'in o'qimabdi ekan yoki deydigan bir narsa bo'lsa qilmaymiz, e'tibor qilmaymiz. Rasmiy o hadisning o'zi mutavatir shaklda Peygamber qanday bo'lsin, hadis bo'lsin yoki Qur'on shunday bo'lsin, buniki o'zi rasmiy mutavatir shaklda kelgan bo'lsa, u chog'ning o'zida nima qilgan? Chunki Peygamber yetkizgan hükümün hemisi an. O boğan hemmeden biliş gerek. Unda ki bir adam g'anima bu yerda asosda vatkan gap, yani xabar ahad. Xabar ahad, yani xabar vahidning o'zini biz buni e'tibor qilmaymiz deydi. Xabar vahid. Biz yuqorida o'tib ketdani. Bu nima? Xabar ahadning o'zi islom dinimizda mana hechsin 3 xil deb, birisi xabar ahad, yani vahid, yana birisi xabar mutawatir. Bunu kartta her işkilisi biz nima deymiz ona itibar qilamiz, unimla islom dinimizda hukm qilishga, itibar erishga her ikisi loyiq dedik yuqorida. Endi bunu qarshi yin bir firqalar ekan. Shu vaqtda o'zi yuz bergan. U firqaning nimasi ekan? Xavarish va Ravofiz deyotgan. Ajindaq shuning ishida deyotgan, ajindaq ozg'un fikrlarning birisi ekan. U firqalar chiqib nima deb ekansa, shu vaqtda Peygamber'in ahkamının kendisi, Peygamber'in yetkizgen ahkamının hemisi, bütün insanlar hemmisi degan. Peygamber'in hiç kadar onu anı da koyup, manı da ondan çok demeyen. Hemmisi uğup aşkarı degan.
Degandan yani demak bu payg'ambarlarniki bu degan ahkomimizni 5 qadam emas anglagan. Unda uni hammasi anglagan. Hech bo'lmasa 5, 10, 20, 30. Unda o'nkin payg'ambarlarning rivoyat qilgan narsa maqbul qilishdan faqat mutawatir shaharda mutawatir shaklda yetgan bo'lsa, shu chog'da odamiz bu muslim qilmaymizni olmaymiz. Bu nima? Bu olmaymiz. Nimishqa payg'ambarlarning ahkomini hammasini metto zohirdi. degan mushtafir kishi bor. Shu kishilarga deydi Imom Buxoriy bunga qarshi aladigan. Buniki zarriga hujjatlarimiz bu. Pak delillerimiz deydi. Ve nima deydi ular? Ve ma kana yaghibu ba'duhum en meşahidin. Ve anda bilinmesi ki berti ulaniki ba'si g'oyib bo'ldi payg'ambar meshattirdi. Nima deydi? Ular degan bilan nima deydi bular? Zoyibdi degan bilan deydi Imom Buxoriy Peygambersamniki meşet. Peygambersam hazır olan, peygambersam etrafında açtı, ya açtı kıldı, ma açtı kıldı, Kur'an düştü, ma dedi diyen, meşedin ulaniki bazı nimette uçağın üzerinde gayipçu pozitif. Kala oldu gayip oldu. Yani bazıları, mesela Ömer Hazretleri Allah'ın üzerindeki bir hoşlu saatten. Bir gün uzattırdı, bugün bir uzat geldi, açtı birbirisi değişip, ondaki tebendene her bir sahabının üzerinde, her bir sahabının kalan sahabının üzerinde, Demiga almagan gapning o'zi u sahobaning davrimizda palon payg'ambar madad degan bo'lsa qabul qilgan shundoq chiqindi bor sahobaning ishlari uchun bor. Ishlari bo'lgandan buni qarta sahobaning o'zi bir sahobaning o'zi payg'ambar madad rivoyat qilgan degan tovandan o'qiymiz. Mana bu Umar roziyallohu zamonida uni boshqalardan bir dalil keltirgan palon deb akaga olsa andik bundan qilgan ish bor, qabulchi qancha ish bor. Nima qabul qilgan ish bor. Menga sizning xabaringiz birkan, uni qilmaymiz, e'tirof qilmaymiz, uni olmaymiz degan ish yo'q. degan ish yo'q. Unda o'zikin hammasi shuni bo'lmagan payg'ambarlarniki kechimi kunduz nima qilib ashtachu bo'lgan ish emas. Ular uchun qo'shiqmi maydon, oilasi va dehqon, chorvachi, tijoratchi. Unda o'zikin bu ishni qilish orqali andiki vaqt yetgan chog'da ashtab berib yoki baklim bo'lsa Umar roziyallohu anhu odamni buyukun u borgan buyukun maqolani shuna qildi. Qandikin undaki ba'zi sahobaning o'zi uni anglaydi, ba'zi sahobaning o'zi ba'zi shu anglamaydi. Anlamagandıkken onu peygamberden vefat olgandıkken onu birbirine anlaydı. Anlaş arka buna andıkken Resulullah dedi. Andıkken bunun için bana mutawatir olmalı biz onu kabul kılmayız demeydi. Kaldı kıldı onu kabulçu kalitedeydi. Ve umur İslam ve İslam'daki işlerden mi ulanın bazı nimette gayipçu bozdu. İslam Allah'tan muhim işlerin üzerinde mesela vehi, perz namaz, perz emel, muşlun üstü başta sahabının bazısının bolda gayipçu pozitif. Gayip bulup andaki onu deken, benim mandak dedi degen bolsa, uçağındaki sahabının üzerinde, sahabının devrinizde unnem kıldı, o sahabının hemisi bunu kopul kılgan, umum bir nemige, umum bir havaqçı ayınıp ketken. Unda onu bu kopul kıldı. Unda o andikin, bu yerde hemme asis Peygamber sallallahu ahkamının kendisi zahirdi. Unda o andikin, hemme cık adam kopul rivayet kılış gerek, mutavatir şekilde. Andaki kopul kılmış gerek yap, nime mes bu, doğru kep, çok imez. Deydi. Ubeyd ibn Umeyd'i rivayet kılındı. Dedi Ubeyd, Resul sordu Ebu Musa radıyallahu ta'ala anhu, Ömer radıyallahu ta'ala anhu'ga, yani kirmen deb yinağa Resul soraptı. Sorgan diken, Qarag'da sağ cevap vermektedir. Kiraymo deb, işkine binaz çekip de ödep gülüptü. Andi kandiki goyaki şu Ebu Musa, beni taptı, Ömer'ni meşgul taptı. Müştakmen Resul sorsam ya abinaz depti. Kandiki cevapçı vermekti. Vermeyendiki, bir kişi meşgul oluşmamdı dep. Onun için Ebu Musa radıyallahu anh kayıtıp gitti. Kayıtıp gitkendikin, ondaki Ömer bunu okudu da, okup depti ki, aya ben ayetin Ablam Kays'ın ağzını anlamadım mı? Kenul yok kağa depti. Ama Ebu Musa razıyallahu anh kunyeti, o asli ismindeki üzerine iken o, Ablam Kays'ken, Yemenlik. Muşu ağzı anlamadım. Keni, İyozanu lahu depti. Ruhsatlerin onuğa, digendiki namakul dep, o adam kışırıp, ekilip, müştakçu kıttı. Kışırdı o adam değil. Kışırgandaki şundan Ömer razıyallahu anh dedi, ma hameleke ala mesalatte. Sen kılan nesini nime gasasam işte kıl deyin. Sen bir nesini avaz çıkırıp bir nesini kıvat etsen, ben kir demisem, apırıplasın, yokap gitsen, kirmepsen o. Depti. Digendeki dedi o adam. Cezmen biz buyurulduk muş işka.
debdi. Biz buyuruldik degan kim? Sahabeler. Sahabenin içinde Ömer Raziyallohu anh. Ömer Raziyallohu anh. Biz müştak kılışkan. Yani bir adam bir öykü gelgen bolsa, onu ruhsatı olsa kiranlar, bombusu kirmel derhal yenip gittiğinler degan gapning o'ziga Peygamber müştak şu buyurdu bizini. Unda o an için biz şu müştak kıldık, şu müştak kıldım debdi. Degandikin dedi Ömer Raziyallohu dedi Ömer Raziyallohu anh. Ta'ti ela haza bi beyinetin ev la falan bika debdi. Unda adledim. Kelp bugün seninki muş gipinge bir hüccet kelpti. Yak olmaydı o, cezmezsin mıntak kuvvetemen debdi. Sen peygambersen, biz buyurduk da peygambersen buyurdu degan gap. Kılı peygambersen kimdi buyurdu? Hüccete gel debdi. Degandikin şuna mangdi. Bu Ebu Musa meni Ensardan bo'lgan Ensarlarning turdigan bir majlisga chiqmadi. Yani bir sorun. Ensarlar o'ltirib, avalishib, o'sha muzokira diniy masalaning o'zini, o'sha ilmiy so'rliga bir sorun bor ekan. Shu uchun mangdi. Menga bu odam berib andiki dediki, mana ular dediki, mana shu gapni so'rabdi. Men payg'ambar mushta buyurdi, bu gapning o'zini endi qarag'achada shu Ömer Raziyallohu ta'alaning zamoni bo'lgan ekan, Ömer Raziyallohu ta'alaning zamonida payg'ambar vafot bo'lgan zamoni balkim 6-7 yil. Mesela hicretninki Peygamber vefat olup Peygamber'ninki 13 yıldaki vefat olup geldi 13 yıldaki. Onda o andaki şu 10 yıl olan vaktiken. Onda o andaki bula dedi. Digendikin ula dedi ki la yeşedu illa esagiruna debdi. Bu meselemize bizim kişilerimiz guva verdi o. Yani biz çoğup gettik, biz unutup kaldık, ya okumayız. Bizim kişilerimiz undak vakani çıktı, o okudu hem bildi o. Dedi. Dedi Ebu Said Hudri, şundan Tudi Ebu Said Hudri şuca turuptu. En kişi gider zaten. Şundan dedi Ebu Said, hadi konudan numar bir hazat etti. Benim bu işin üzerine şu vaktimizde biz muşluk buyuruldu. Dedi Ömer, mene Hafiye aleyye haza min emri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bu iş Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mehbi kepti o. Ben okumak kepti ben dedi. Nimiş kalsa el-hanis sepako bil esvaki. Beni meşgul kıldı bazadaki çavak uruş. Aldın mı, sattın mı da kalan sepaktaydı. Çavak mı? Bu da kolunu uruş. Kan dersin üzüntü önünde sepaktaydı. Yani bazadaki çavak uruş. Kolu uruş işim meni meşgul kılıp degan gap bozor tijorat qilish o'zi meni meşgul qilib ketdi. Men uqmabdiman deb mushtaq edi. Degandekin shuna bu his qasasan Ömer roziyallohu taoloning o'zi yo'qkan, yo'q vaqtimizda Abu Musa degan gapininki o'zi birdan guvoch ekibdi. Ekibninki o'zi uni qabul qildi. Ya'ni demak Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan illaki 20, 30, 40 50 odamning anglashini hammasi anglish shart emas ekan. Aşıdak bir iki adamın üzü anlap kalsın onu diyen bolsa biz İslam dinimizde bu sehil olan bolsa biz bunu bulup mu ibadet meselinin üzü nimkanımız onu kabul kılmaz. Şu boyunca emel çok kılmaz deydi. Deydi o Eğraç. Haber verdi bana Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın dedi Ebu Hureyre. Cezmen siler değilsiler. Aslında tezamut degan gap, yani qadi degan gap, deysiz degan gap, tezamut degan gap, yani qari gapning o'ziga degandek, yani ishalmay degan gapni o'zi zama deydi. Zama degan gap, yani degandek qari gapni ishalmay, mada mish deymiz, biz u mish debdimish degan gap. Boshqa bir gap. Yani sizlar deymizsizlar, yani deysizlar, nima deysizlar? Xato gumon qilishlar deysizlar. Nima deb? Jazman Abu Hurayra ko'p qildi, yerisini payg'ambar samg'a. Peygamber samga yersin na cıkkılga eder. Peygamber samga dedi. Fakat Peygamber samga dep bu Ebu ile müştak cık. Yersin deydi o. Müştak şu söz deydi o deysiler. Demişim Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın ki yerisini rivayet kan yersin na cık. Benim bu şey Bukhari'ydi mi? İmam Ebu Hureyre'nin ki rivayet kan yersin üzeri. Ama Bukhari başka nemige asasen bu şu 5000 etrafı varken. 5000 tane. Seyyid yapkındakının kantin. 5000 tane bek çıkandı. Onu diki kasa anıdiken Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer üç katarlık lakin. Onu diken andiken Abdullah ibn Mesud
radıyallahu ta'ala tedirci. Ayşem katalık 45 tane sahibi varken bunu da karavayet esna çıkken. Bununki birinci derdi olğan Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala için. Şu an Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın ki yedisi peygambersel karavayetna çık olğan için bunu kartta maşşiyanın üzü Ebu Hureyre bikapek daha set gördü. Bu Ebu Hureyre degan bu hicretninki 7. yılı mı 8. yılı mı iman etken adam. Bu iş kadar siyasi işe yapmış, arlaşmak adam kim gidememizden. Şunda olsa bunu hiç bir sebep tapamay, muş yedisi rivayet kılıp cıhını kesmiş olğan iken muş gap tokup çıkıp muş takdim kıldı de. Bunu uyuşturdu. Uyuşlu kıldılar. Yaş görmeydi. Şu an hazırki yedisi inkar kılga çalaniki aş nemisi aşu. Bu Hureyre degan müşundaqdaki 7. yılı 8. yılda peygamber iman etip kelgan 2 yerim 3 yılning ichida shunchalar bilan ketmadi ekan. Ondan boshqa Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali, Sa'd, Muaz, Sa'd Ebu Vaqqas deganidek mana aş muhacir. Undan boshqa aşı ensarlarning qadimilari, avvallari bo'lgan. Mana aşlar peygamber sallamdan 15 yıl, hatta ki Ebu Bakır'dak zatning o'zi 20 yıl. 19 yıl. Men muşunda tutsa. Büllü tuğa adamniki onun karavayet yok. Onun ait az sanaklık. Ama bununki şunda olandı ki. Muşdamış olandı de. Bu hadis inkarçılarınki birisi mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh tani kılışkı sebebi şu. Şu vakti hem şu vaktin üstüdü mü? Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın üstüne müştak yapıptı. O çık etişi yana bakın. Bektim neyim şunu deydi o de. Şundan Vallahul mev'id. Allah Ta'ala nemi doğru? Mene mev'iddir. Yani mev'id deyen gep vaadi kıldığın caydır. Yani Allah vaadi kıldığın cay ki kıyamet gün görüşümüz Allah'a nimeler sizi bilen. Ben qandaq kitkenmemiş gaplar, töhmet çağlaq boşlar dedi, bu sizden deydimdi. Yani Allah Taala bilen biz kıyamet günü qilmay so'raqniki meydanımızı bir yerga uçqishimiz. Men rasaptman mo yo'g'on deb siz nim qilsizlar buni deb. Shunda debdi. Bunda debdim mening ahvolim bundaq deydi. Jazmaman bertirman bir kishiki miskin. Yani miskin deyman, g'arib, yani qo'l ilkidi yo'q. Ya balva kılır yok. Fakat yalğızın. Yani miskin, kosak toyusu bulduğun. Mesela bir kişi ettim. Çapıştım ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Benim koşum toyğanğı bana. Meli toştu. Benim koşum toysula. Şunu kadar ben o öğünün kirası, kutun balva kılığını koşuk açağımı, ondak, deydi işim yoktu. Fakat koşum toysula Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a esip Peygamber'e ne o çapışıp ben elzemedi gibi. Şöyle birlikte şöyle ettim. Bu bir. Bu sebepte şu Peygamber sallam 2 yerimde 3 yıl olgan bolsam, akmıkdaki tummay tuğan diken. Bunu ona andaki yelsin cık ravayet kılışı meni kögen etken şundak bununki onun kalım cık. Ve andaki yin birisi. Ve birti muhacirlan meşgul kıldı olanı bazarda nime kadar çavak uruş. Kol uruş yani. Ticaret muhacirlanın asası Mekke'nin köprüsü ticaret oldu. Bunu bu Mekke'den kirip bunu ticaret kılıttı. O borti ansarlarının izi ulanı, ben üzündeki mallarına kayboluş. Yani üzündeki mallarının üzerine başkurumen. Malını bakımen, dediğin iş ulanı kıldı, ulanı meşgulçu kıldı. Ulanı imitti, çarvuç etti. Şundak ulan hem dihandı. Dihalaydı. Ben bolsam, şundan müştak oğandikin onunki balva kılır var, ticareti var, vay, müştak kılmışsam bulmayı deydi. Benim bunda bir işim yok. Yok olan diken, şundan ben bir günü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki yüzüge ben ne buldum, kaşık hazır olup kaldım diye. Ettim. Şöyle buldum. Bu olandaki Peygamber dedi. Men yabsut rida'ehu hatta aqdiya maqalati summa yakbidhu fela yansiya şeyen semyahu binni depti. Kimiki yüzünki redasını, yüzün koynugunu yaydı. Hatta ki men nim kılman akzi. Hatta ki men ona ada kılman, yani deymen benim sözümni. Benim sözüm akzi, kaza yapsa degen tügüç aşağı depmiş, çok kılman. Anladıkken
Şundaqlı deymen, sizin tügüt başarıcı deymen. Bunda koynağının üzerine rıda deyenken. Koynağındaki etahının üzerine müştaq çok tutsa ben deymen. Andaki bu adam şunu qandaq qılıdı onu qəbz qılıb alıdan. Bundaq jığıb alıdı. Ondaki bu adam menden alğan narsa hiç qana bir narsa yo'q. Ne qilmaydi, unutulib qolmaydi. Kim qılıdı debdi. Degandikin şu darhallıqqa Abu Hurayra varken umrah şu vaqtda ilim umrah bir adamken. Yani şunda deganki bu yerda yani demek Peygamber asli ilim degan ma'naviy bir narsa. Ma'naviy bir narsa olganligi diniy ilimning o'zi bir ma'naviy narsa ham ilimning o'zi shu. Unda olgankin bu ma'naviy narsa kiramiz Peygamber ayiliq moddiy narsa o'qish orqali uni bir qandaqki qo'ynani o'ziga ma'lum yoki qo'g'on yoki shaptal bir narsa etak epla mushunda qandaq ashtaq bir narsa shu qipti. Qandaki Peygamber mening so'zim ashaqchu men qilman degandiki qandaq bo'lib shunday deyish orqali uni ashaqchu ashtaq qilman debdi. Degandikan ma'qulda Peygamber şu Abu Hurayra bu gapni shu debdi. Degandikan yana o'sha diniy ilm shu yediz. Shu yaydim men uchun bo'lgan bir nimani to'nnichu yaydim. To'n yaydim, hoy deb oldik shu ekan. Qandaki Peygamber shu so'zini debdi shundaqli qildi. Qandaki yig'dim deydi. O'sha shu qildi. Qandaki qasam Allohga men u zotni Alloh taolo haqni evetgan. Men Alloh bilan qasamki men unutulib qolmadim. Mana osh narsani anlagan Peygamberdan olgan hech qanday kim buningdan unutib qolmadi. Qandoq degan bo'lsa, aynan shunda unutib qoldim, ashaju qoldi. Unutib qolish shu bo'lmadi. Men shu sababdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan muşundaq jiq hadis rivoyat qilishimlik sabab musho ikki ekan. Birisi faqat uyvoq yo'q ekan. Ya tijorat yoki qo'yvoqlar nima yo'q. Faqat qo'shiq to'ysizlar ahli sufini qatoridan. Shu yerda turdi ekan. Shu do'g'adiki u ikkinchisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki maqam duosi musharraf bo'ldi. Musharraf bo'lganiki bu e'tibordan Abu Hurayra'niki hadisiga jiq rivoyat qilishi sababi shu mushundan ekan iborat ekan. Yani demek hem de Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anh'unki ma İmam Bukhari mayat keltigini mana Ebu Hureyre rivayet qilsin o'zi nimikan sahabning o'zi yani tijoratchi, dehqon, choruvchi ishtaqkan. Buningki o'zi ba'zi ahkomlarni o'qimaydi ekan. Ba'zi ahkomlarni o'qigan unutib qolmagan kishilar bor ekan. U kim? Ebu Hureyre. Unda o'lgan Ebu Hureyre'ning anlaganligi netçisinki üzerine çoğun sahabının üzü anlamak diken. Anlamaganlıkken şu işin sebebi oldu diken. Böyle Ebu Hureyre'ninki gepinin üzerine sahabının üzü müştah ne rivayet kan. Bunun asasen Ebu Hureyre yalğız açtaq bir rivayet kan bolsumu haber vayet olup biz onu nimkanımız onu kubulçu kılınız. O zatninki ben unutulup kalmasıge hem o etsin cik rivayet kılışın üzü işki sebep bolgan diken her işkilisi çok bu imkan var. Onda o anki bu adamın yenisi rivayet kılıp açtaq yük kılışı ben her haber vayet olup bu müsaadetin bolsa biz onu çok kubulçu kılmayız. Deyden. Hem de Qağan sahabının üzü, yani Peygamber'sem kelgen meşhedin üzü bulamayken, hazır olan şu vakanik üzüge, buna hazır olamayken. Ebu Hureyre şu hazır olken. Şu Ebu Hureyre'nin bu doğru kan rivayetini miken, cihken. Şu bunu ne kılınız onu kubulçu kılmayız. Deydendi. Anda bu gapning üzü o biz hazır 1400 yıllık kindigen gap boğan diken, bu asli İslam dinimizin gapni qandaq qildi deb usul fiqh olimlari, muhaddislar, usul hadis olimlari hammasi bu fikrab bo'lgan. Shu vaqtda men Buxoriyning o'zi 1200 yil bo'ldi yozilgan. 1200 yil bo'lgan ekan, shu vaqtni tortib, shu vaqtda eng ig'ir voqea o'zlagan. U chaq qandaq qilamiz hozir degandek, biz bir adam rivoyat qilgan qandaq qabul qilib deb, ashtaq qandiki buni qarta Imom Buxoriydagi olimlar kitobni yozib, uni ikki mushtaq qoldirib, shundan uniki haq ekanligini mushtaq isbotlab, kunimizga mushtaq kelgan. Endi biz hozir o'qishimizda shu voqeani shunaqa anlamaqacha hozir islom dinimizga qonun chiqarish o'rni, yerisi qandaq bo'lishi, mana fikr ahkam qandaq, hammani burun zamon, hammani shu hozirda tugitib bo'lgan. Tugitib bo'lgan. Biz endi uni shu öğrenip bulamay, okup bulamay, öğrenmen diğerlerinizi az öğrenip, bunu yani bazı inkar nukat kalıp onu bilmey, okumay, andaki kandakken
meni qo'l yetmagan shaptul ochiq degandek uning ustida andikin ig'vo gapni taqtib andoq mundoq deydigan chun gap shu. Agar yedisga inkor qilgan odam bo'lgan bo'lsa, yedisning ustida yozilayotgan kitoblar bor. Shu kitobni o'zi rasmiy tadqiq qilsin. Tadqiq uni ahli olsun. Ahli olgandikin andikin o bir adam arabcha o'qib qo'yib usalga uni yetmaydi o. U degan arabni faqat Uyg'urcha tarjima qilish bo'lgan bu ishni o'qidi. O'qigandikin uni men hammani ilib ketdim, hech undan bo'lmaydi. Bu yediz qandaqki tafsir shundoq uning ilmi ham uning usul tafsir ashtachiq ilm bo'lgan deb yedisini ashundaq yedisinga taqar bir qadar nima murakkab. Nihoyat murakkab. Uniki matnisi va, uniki sanadi va, uni qarta agar bilman desa, mana uniki yedisiniki tekstini mitdi. Uni tekshirgan gap. Unidikin raviylarni tekshirgan gap. Raviyniki nuqandikin bu yer bu muaddis kitob bo'lsa yozib qo'yganlar 100 parcha ay raviyniki tarjimoni yozilgan kitob bor. Shuningdek mana shu nima ahlul hil va iqt deydigan nima naqd va tarjih deydigan ya'ni tanqid va uni tarjih qilish tajrih jarh deydigan işte panva. Şununda ma degan manda qaraq, ma degan untuqaqti, andaqti, mandaqti deb ashliq qilgan bir panva. Bu panniki o'zi nima deydi uning mana u panning o'zini yo'laki naqd va jarh deydigan bir panva. Mana asma rijaldan ashliq o'qisin, andikin bir qon 10 yil o'tsin, andikin yetsin gap qiladi. Buning uchun hech qanday gap qilmaydi. O yer turib, u yer var vaqaning nimasi shu to'g'ri emas. Babu men ra'a terken nekiri minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem hüccetten la min gayri resuli deydi. Meni bu bir kişilik babudur ki köyde o kişi inkarını terk etkenliğini Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan hüccet yok köyde. Muşun üstüne mi doğru o baptır. İmez. Peygamber aleyhisselatü vesselam gayriden çok undak çok imez. Muşun üstüne toplandı. Yani ne deydi bu adam, ne deydi bu bab yani? Peygamber aleyhisselatü vesselam mene bir vakani köygen bolsa, o kiriş doğruluk onu köygen bolsa, o doğruluk Peygamber sallam onu inkar kılmaktı. İnkar kılmaktı. Yani neme takrir. Biz yani yukarı degandek, yelsin üzü ne dedi o? Yelsin üzü söz ve kılık dedik. Şuna birlikte takrir dedik. Takrir degani mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam o bir vakani körüp ya undak mundak demey aşbettim kanun üzerine mi o Peygamber sallam'nınki ya körüp ona buptu depti o bu desga boludu ama onu doğruluk ya undak mundak demepti. Demigen bolsa adam şu işte kılıverdi takrirat. Bu mu ne deyimiz onu? Yedis bunu emel kılışımız çok kerek deyimiz. Ondan onunki mayada deydi o. İmam Bukhari muşun üstü gap kaldı. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir vakanın üzerine inkar kılmaktı. İnkar qilmay tahrir qildi. O qilma demay, ha deb gap qilmay yoki qil deganda, mushunda qon bo'lsa, o'chan uzda buning deymiz uni hujjat deymiz. Buning bo'lsa hujjat bo'ladi. Emas, payg'ambarniki g'ayridan bo'lsa unda bo'lmaydi. Payg'ambarning g'ayri bo'lgan sahoba yo unda bo'lmasa, "Hoy, sahoba ishni ko'rib ekan, bundaq ekan, uni gap qilmayotgan bu hujjat deyilmaydi" deydi. Faqat payg'ambar chunki sahoba shariat kelib payg'ambar Peygamber'den bo'lgandan keyin payg'ambarning o'zida ashundaq shu davrimizda salma vashni qotqandan ashundoq qandan bo'lib deb payg'ambar gap qilmagandan andaq degan bo'lsa, men bu islom shariatiniki yetsin ishi kirib, buniga amal qilishimiz nima o vojib. Nima bo'ldi? Vojib bo'ldi. Biz mushning ishini qilamiz, to'xtamiz. Muhammad ibn Munkadir rivoyat qilindi. Dedi Muhammad Köydemen Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala'nın kasem kıldı Allah bilen. Şundak depki cezmen İbn-i Seyyad Deccal. Deccal'dır. Dep kasem kılığını anladım dedi. Şimdi Muhammed Munkadir Cabir ibn Abdullah'nınki Allah bilen kasem kıl. İbn-i Seyyad diye adam Deccal'a kasem kıldı. Ne bu? Deccal depki ne kıldı? Kasem kıldı. Endi İbn Sayyad degan kim o? İbn Sayyad degan gap İbn Sayyad deb ashtaq deydigan nima va bir kishi shu bor. Bu kishiniki o'zi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman tug'ilgan bo'lib, mana uniki yelsin o'zi nima qildi? Apsvani kelgan, voy dedi, voy sop dedi, degan shayisi bor.
Bunu karşı şu vakti to'lgan bulup Yahudi tarafından deydi ya başka taraftan. Ondaki bu adam aşağı g'alati bir iş şu bo'lgan. Keyingi davrning o'zida bu adamning o'zi yashab ekan. Yashagandagi boshqa rivoyatning o'zida mana bir qancha Abu Sa'id Xudri boshqalarning rivoyatida men u odam bilan shu Makkaga yo'l ketib kelish orliqda ashta haj qildim, haj qilib birga chiqib qoldik, uni men qo'rqdim, unday bo'ldim degan ashta bir odam ekan. Bu odamni so'rab boshqa qilgan odamni mushtaq Dajjal deb ashta qildi, yaklaydi, unda qildi, unda emas, mushtaq degan bir hadis ekan. Bu odamning o'zi şu İbn Sayyad'nınki aşı Deccal deganning o'zida bu gapni chu mushtaq qasam qilib debdi. Degandikin shuni dedim men deydi Muhammed Munkadir degan adam. Tahlibu billahi sa Allah qasam qilansa İbn Sayyad Deccalda. Degandikin deb andikin dedi bu Muhammed Munkadir. Cezme men anladım Ömer radhiyallohu ta'ala'dan ne? Dedi bu işte diken Cabir radıyallahu anh dedi ki cezmemen anladım Ömer radıyallahu anh kasem kıldı işka peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kasem kıldı lekin bu peygamber sallallahu o kişinin inkar kılmaydı. Ne kılmaydı inkar kılmaydı. Yani Ömer radıyallahu anh'ın ninki resmi bu Deccalken dep peygamber sallallahu bir kaç katım Ömer radıyallahu anh başka bir kaç katım bağın. Bağa vaktinde peygamber sallallahu aşağı bizde Ömer radıyallahu anh aşağı resmi Deccal degan gapning o'zini men aşını kitga anlatgan. Anlagandan ki peygamber sallallahu yani qilmabdi inkar qilmabdi nima debdi shu turibdi. Shu tuğandikin anadikin buniki rast ekanligiga men ishirib peygamber sallallahu agar Deccal bo'lmagan bo'lsa Ibn Sayyadning o'zi qanday bo'ldi o'chanizda voy Ibn Sayyad Deccal emas u Deccal degan oxir zamonda chiqdi. U deganchi boshqa disolti. Uni unda deb inkar qilmabdi. Andikin buni nima qilgandikin biz mandikin Deccal deb men İbn Sayyaddan bu Deccal chiqqandan keyin bu vaqt deb başladim qazim buni ishinyapti men. Unda o'andikin böyle peygamber sallallahu inkar qilmagan bo'lsa o'shanizda bir meselenin yüzü bizim kılımız onuğa kubulçu kılmıyor deydim. Enti bu İbn Sayyad diye adamın üstüne zaten Deccal diyen gapning yüzü mana bu asli Deccal diyen gap neçqata deb aytildi. Deccal diyen gapning yüzüde asli Deccal diyen gap bu yolg'onchi. Yani nima o saxtkor. Yani haqni nohaq naqni haq qilib yani o köz boyançılık kılıngan bir məxluq degan gibi ben deydi. Bu Deccal degan gibi. Endi bu Deccal'ın özü bu sifatdaki sifat bu bir sifat. Bu sifatda olgandaki bunu o'xshaydigan sifat Peygamber sallam deganidek mening ummatimdan 30 necha hatto uni chiq mushta Deccallarcha chiqdi degan. Mushta kazzablar. Yani din nomidan men payg'ambar, men Alloh menga vahiy qildi deganidek mushta dinni asli ustun qilgan çoğun aşağı Deccallardan 30 neçe çıkıyordu ya 30 çıkıyordu. Onun çıkıyordu rivayetler çoğpa. Bu muayyen çoğu emas. Ama yine bir Deccal var. Bu Deccal'ın özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarif qilgandek bir ko'zi aşağı qarg'u, mana bu nima qildi? Mana shu oxirgi zamonda chiqdi, chiqmishdan hammani tugitdi. Mana o'ng tarafida uniki nimasi bor, do'zi bor, sol tarafida uniki jannati bor. Nima? O'ng tarafining o'zida onunki dözü var, sol tarafta onunki cenneti var. Kimiki cennet kirse, mana cennet kirsen deydi o, mani dözak kirmezler, unda kandırsın, onu kılmanlar. Dözak degenge kiranlar, cennet degen kirmanlar. Digen aş mezmun etsin. Mana bununki yüzü ahirki zaman boğa vaktinden, ahirki zaman kıyamet buluşun aldısa 10 çoğun nemi var, alamet var. 10 çoğun alametninki bir soğan, mana ahirki zaman yüzü Deccal çıkıyor. Deccal çıkan diken, onu diken, bununki üzü İsa Aleyhisselam düşüp, ondaki bunu ne kıldı asmandan, bunu öldürdü. Dep ne kılmış, onağa itikat çok kılmış. Böyle bu şu an, bu Deccal muayyen bir şahs olup, kıyamet ahirleşken vaktinde bu çıkıdı. Ama onunki aldığındaki Deccal'dan özü, adır diğerine sahtipez, kazzap, aldamçı, din namını, dinini setiş arkalıp, ben dinini okudum dep, muştak din namıdır, yüzü ben alim, vay onda okuyup kettim dep, Yüzdeki niyeti hiç kalamadı din için hizmet kılış emez. Allah rızalığı için, yakalık için. Fakat yüzdeki koşuğunu bekiş, şahsi turmuşunu bekiş, şundak kılış aburu tapımen dep, yalgancılık, kazzaplık kılıp, ben peygamber dep, ben aç çoğun gepini kılgan kazzaplar. Bu ne ben sifat. Şu hıl sifatke, şu hıl husiyet tepeğe adam ne Deccal oldu. Bu
Kıyametlik çıkıdı. Her yer çıkıdı. Azı kadar nim kadar biz uç kadar bizim peygamber duadı, yeni bir bilen duadı. Benim muştak arka çıkıdan bu tükümeydi. Hem de bu yerde İbn Sayyad'ın üzü bu kandakiyası İbn Sayyad'ın üzü şu sıfat belki okşap kalgan çıkıyor. Okşap kalgan için o peygambersan bunu okumandık yani onu keskin emaret kesesen onda demek onu inkar kılmaganın sebebi şu amdi. Şu an bu Deccal meselesinin üzerinde müstahnem kılımızın onu da düşünmüş. Ama yılıkı İbn Sayyad meselesinin üzerinde şu can üzerinde açta tuğuldu da rivayet var. Ama şu vakitte o ülüp getirme deydi o. Ama şundak buldu mu ya ki onu Allah gayb kıldı mı gayb kıldı şu var saklamdı Allah'ın yüzü işi. Ahir zaman çıkan biz onu bilmeyiz. Gayb bir ki ne o iş. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ